Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yarah va man ya'mal mithqala zarratin sharran yarah. Kim agar zarra miqdorida yaxshilik qilgan bo'lsa, ihson bo'ladimi u? Birovga yordam berib bo'ladimi u? Birovga ochiq yuz bilan qarash, sadaqa dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Buni qachon biz ko'ramiz endi manfaatini? Alloh taolo nomay a'molimizga yozyapti endi. Birovga noxosdan kulib bir manzil aytamizmi yoki birovga bir haqqoniy ravishda qalbdan bir yaxshilik ko'rsatamizmi? Buni Alloh taoloning o'zi biladi. Alloh Qur'onda shuning uchun dedi, zarra miqdorida kim birovga yaxshilik qilgan bo'lsa ko'radi uni. Zarra miqdorida kim birovga yomonlik qilgan bo'lsa, u albatta uni ham ko'radi. Zarra qanaqa? Zarra yoz kunlarida eshik yoki derazani ozgina ochiqroq qo'ysangiz, quyosh nurida chang zarrachalari qanday yuqoriga va pastga yuradi, u zarra 1 gram ham chiqmaydi. 0.0 mingdan 1 ham chiqmaydi. Mana shu chang barobarida birovga yaxshilik yoki yomonlik qilgan bo'lsa, albatta uni ko'radi. Nimani ko'radi? Dunyoda yoki oxiratda savobi yoki gunohini ko'radi, azobini ko'radi. Erta qiyomatda ham bugun oxirgi nasihat nima? Qiyomatga tayyorgarlik. Zarra miqdorida qiladigan amalingizni birodar ko'rasiz. Bugun ko'rasiz. Katta gapiryapmiz bugun. Katta osh beryapmiz bugun. Qimmat mashinalarda yuryapmiz bugun. Qimmat kiyimlarni kiyyapmiz bugun. Og'zimizdan bodi chiqib, shodi chiqyapti bugun. Birodar, ozgina o'zingizga keling. Ozgina o'zingizga keling. Gapirishimiz juda katta. Birodar, mahallangiz xarob. Yo'lida yurib bo'lmaydi. Og'zimizdagi kattalar, tilimizdagi biz so'zlayotgan raqamlarni, nollarini kalkulyatorga sig'maydi u, birodar. Masjidga 1 tiyin ehson qilganingiz yo'q, birodar. Bizni gapimiz-ku o'zimizdan katta va qimmat turadi, birodar. Siz bir qabristonga borib holidan xabar oling. Otangizni yoki bobongizni qabrini ustiga ana unaqa begona o'tlar chiqib to'zib yotibdi, birodar. Bir o'sha joydan ham bir xabar oling. Pulingiz bo'lsa, o'zingiz qila olmasangiz birovni borib qildirtiring. Obodligiga qarang, borib 2 oyat o'qing. Hech bo'lmasa ixlosni o'qing. O'qib bilasiz hammangiz. Biz aytayapmiz, kim 10 marta ixlosni o'qisa, butun qabristonni Alloh taolo rahmat qiladi. Siz otangizga borib yoki